Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Tinchlikmi? Sog'lar, issiqlar bilan charchamang. Bugun Xudo xohlasa 300 ta bo'ldim. Podpischiklarim 300 ta bo'ldi YouTube'da. Bundan juda xursandman. Kichkinagina mehnatchamni e'tiborga olib, like bosib, kommentariy yozganlaringiz uchun rahmat. Bundan ham ko'payamiz deb umid qilaman. 1 million bo'lsam, Xudo xohlasa, silver statuetka olaman deb umid qilaman. Unda 50 yosh bo'lamanmi? Nasib bo'lsa yaqin kunlarda 1 million bo'laman. 1 millionga yarasha ish qilish kerak. Nima bo'lish kerak? Ideya bo'lish kerak. Odamlar ko'rish uchun. Ideya bo'lmasa, odam kamayib ketaveradi. Nima bo'lganda ham meni podpischiklarim bugundan 300 ta bo'ldi. Yanada ko'payishga umid qilaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kichkina mehnatimda 300 ta odam yig'ibman 2 yil ichida. Juda xursand bo'ldim. Kayfiyatim a'lo. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar pozitivlikni saqlang. Siz nogironmisiz, sog'misiz, yoki kasalmisiz, yo bironta problema ichidamisiz? Bu sizda rivojlanishingizga, taraqqiy etishingizga, yanada oldinga yurishingizga hech ham xalaqit bermaydi. Asosiysi miyangiz butun bo'lsin, yuragingiz toza bo'lsin, ana shunda ishlaringiz yurishib ketaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men juda xursandman. Bugun men 300 ta bo'ldim. Podpischiklarim 300 ta. Rahmat. Like'larni bosamiz, kommentariyalarni yozamiz. Shunaqa gaplar. Rahmat. Sog' bo'linglar.